Mana shu Novostroyka 10 qavatlik binoni 8-qavatida hozir srochniga 73 kvadratlik xonamiz sotuvga chiqqan. Hozir ichkarini ham obzor qilamiz. Mikrorayon damir zapravkani yonida Novostroyka 10 qavatlik binoni 8-qavatda joylashgan. Lifti 24 ga 7 ishlaydi. Proshni obzorga keldik. Mana shu kattagina zal bo'ladi. Ko'rayotgan barcha narsalar hammasi turadi. Yangi remont qilgan, dil xirralik bo'lmasligi uchun hech kim hali kirgan emas. Mana shu kattagina zali bo'ladi. Operator mana shu bitta pirxoshkani ko'rsatamiz. Mana shu glavni eshikdan kiraverish, kirgandan keyin o'ng qo'limizda garderob zona bo'ladi. Yevromontaj qilingan. Mana bu oynalar dizayni va shu dahshat qilgan. Mana shu yerga bitta mana shu gul pul qo'ysa va shu dahshat chiqadi. Devorlari atachento qilingan, hatto boy odam kabi nafas olishadi. Bu bitta xonasi. Mana bu kattalar uchun yotoqxona. Operator do'spani divan bor, ikkita tumbuchkachasi bor, termozona qilib qo'ygan, barachalarni va shu dahshat qilgan, atachento qilingan, mana shu televizor zona ham dahshat qilgan, pardalarni gilamlarga mos qilib dahshat qilgan. Bu ikkinchi xonasi. Bu bolalarimiz uchun yotoqxona. Divanchasi ham bor, remontiga gap bo'lishi mumkin emas. Birdan mana shu sanuzlarni ko'rsatamiz operator. Bu dushovoy kabina bo'ladi. Va shu gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu esa alohida unitaz bo'ladi, 30 ga 90 kafe ishlatilgan ashyolar bo'lishi mumkin. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan bitta kuxnini ko'rsatamiz operator. Mana shu yerga strani mashina, rakovina, gaz plita, sensorni anavi vitishga qo'yganlar. Duh kontrolni katyon turibdi. Vitishkalarni chiqarib, hammasini shochkalarni chok qilib qo'ygan. 73 kvadrat, narxi 70 ming, yana ozgina sunnatiga muvofiq savdosi ham bor. Yo'q, 70 ming pulim yo'q deganlar uchun mana shu Novostroykani ipotekaga ham qilib bera olamiz. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz, pastdagi nomerlarga aloqa chiqaradasizlar.